Agar sizning nomingizda kvartira bo'lsa, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli. Men bugun oddiy, lekin juda muhim masalani tushuntiraman. Kvartirangiz hujjatlari, kadastr ma'lumotlari, kommunal qarzlar, ro'yxatdan o'tgan shaxslar va mulk huquqi bo'yicha birgina xato keyinchalik sotishda, merosda, garovga qo'yishda yoki sud ishida katta muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu mavzu faqat bugun muammo bo'lgan odamlar uchun emas, balki kvartirasi bor har bir inson uchun muhim. Men sizga vahima tarqatish uchun emas, aniq va amaliy tushuntirish berish uchun gapiryapman. Ko'pchilik kvartira mening nomimda, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida esa mulk huquqi borligi bir masala, hujjatlarning to'g'ri yuritilgani. Kadastr bazasidagi ma'lumotlar mosligi, qarzdorliklar, oilaviy rozliklar va yashirin xavflar boshqa masala. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar bilan hal qilinardi. Odam qo'lida eski order, eski texnik pasport, notarial shartnoma yoki hokimlik qarori bo'lsa, o'zini xotirjam his qilardi. Ayrim kvartallarda 20-30 yil oldingi reja turardi, devorlar buzilgan, balkon qo'shilgan, xonalar o'zgartirilgan. Lekin hujjatlarda hamon eski holat yozilgan bo'lardi. Ko'p odamlar bunga e'tibor bermasdi, chunki hech kim har kuni kelib tekshirmaydi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat organlari, kadastr, notariat, soliq, kommunal tashkilotlar va elektron xizmatlar o'rtasida ma'lumotlar tobora ko'proq solishtirilmoqda. Kvartirani sotmoqchi bo'lsangiz, notarius ma'lumotlarni tekshiradi. Ipoteka yoki kredit uchun garovga qo'ymoqchi bo'lsangiz, bank hujjatlarini ko'radi. Bir rasmiylashtirilsa, qarindoshlar va ro'yxatlar tekshiriladi. Sud nizosi chiqsa, har bir mayda farq ahamiyatli bo'lib qoladi. Men amaliyotda eng ko'p ko'radigan holat shuki. Odam yillar davomida kvartirada yashaydi, lekin sotish payti kelganda birdan muammo chiqadi. Masalan, kadastrda maydon 604 kvadrat metr deb turadi, amalda esa qayta qurishdan keyin 609 kvadrat metr bo'lgan. Yoki hujjatda kvartira 3 xonali, amalda esa devor olib tashlanib 2 xonali katta studio qilingan. Yoki mulkdor bitta odam deb o'ylangan, lekin aslida nikoh davrida olingani uchun turmush o'rtog'ining roziligi kerak bo'ladi. Mana shunday narsalar bitimni to'xtatadi, xaridorni qo'rqitadi, narxni tushiradi yoki sudga olib keladi. Birinchi bilish kerak bo'lgan narsa, kvartira hujjatlaridagi ma'lumotlar real holatga mos bo'lishi kerak. Bu faqat maydon yoki xona soni emas. Manzil, uy raqami, kvartira raqami, mulkdorning familiyasi, ism sharifi, pasport ma'lumotlari, kadastr raqami, mulk turi, ulushlar, cheklovlar, garov va taqiq ma'lumotlari ham to'g'ri bo'lishi kerak. Masalan, siz kvartirani 2010 yilda sotib olgansiz. O'sha paytda pasportingiz eski bo'lgan, keyin ID karta olgansiz. Familiyangiz nikoh sabab o'zgargan yoki manzillar tizimida ko'cha nomi yangilangan. Siz bu mayda narsa deb o'ylaysiz. Lekin bitim paytida notarius tizimdagi ma'lumot bilan hujjatdagi ma'lumotni solishtirganda savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu har doim ham katta muammo degani emas, lekin oldindan tuzatib qo'yilsa, ish ancha oson kechadi. Ikkinchi muhim masala qayta rejalashtirish. Ko'pchilik kvartirada ta'mir qilganda devorni olib tashlaydi, oshxonani lojjaga kengaytiradi, sanuzelni kattalashtiradi, balkon bilan xona orasini ochadi. Agar bu ishlar ruxsat va texnik xulosa bilan qilinmagan bo'lsa, keyin muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa ko'taruvchi devor, umumiy kommunikatsiya, shamollatish shaxtasi, issiqlik tizimi, suv va kanalizatsiya tarmoqlariga tegilgan bo'lsa, xavf yanada katta. Oddiy misol keltiraman. Bir odam $45,000 2 xonali kvartira sotmoqchi bo'ladi. Xaridor topiladi. Kelishuv bo'ladi. Notariusga borishdan oldin xaridor kadastr hujjatini so'raydi. Hujjatda oshxona alohida, zal alohida ko'rsatilgan. Amalda esa oshxona va zal birlashtirilgan. Balkon ham ichkariga qo'shilgan. Xaridor bank orqali ipoteka olmoqchi bo'lgan. Bank baholovchisi kelib hujjat va real holat mos emasligini ko'radi. Natijada bank bu kvartirani garov sifatida qabul qilmasligi yoki qo'shimcha hujjat talab qilishi mumkin. Sotuvchi esa men shunchaki chiroyli ta'mir qilgan edim deb hayron qoladi. Uchinchi masala, kvartirada ro'yxatda turgan shaxslar. Ba'zan mulkdor kvartirani sotadi, lekin unda sobiq turmush o'rtog'i, voyaga yetmagan farzand, uzoqdagi qarindosh yoki oldingi egadan qolgan odam ro'yxatda turadi. Sotuvchi ular yashamaydi-ku deydi. Lekin huquqiy jihatdan ro'yxat masalasi xaridor uchun juda jiddiy signal. Chunki keyin u odamni ro'yxatdan chiqarish uchun alohida tartib, ba'zan sud kerak bo'lishi mumkin.
Masalan, kvartirada 5 kishi ro'yxatda turadi, lekin amalda 2 kishi yashaydi. Sotish paytida xaridor hamma ro'yxatdan chiqsin. Keyin pul beraman dedi. Shunda ma'lum bo'ladiki, bir kishi Rossiyada, biri Turkiyada, biri esa umuman aloqa qilmaydi. Bitta imzo yoki ariza uchun oylar ketishi mumkin. Shu sababli men har doim aytaman. Kvartirani sotish niyatingiz bo'lmasa ham, ro'yxatda kimlar turgani hozirdan tekshirib qo'ying. 4-masala kommunal qarzlar va majburiy to'lovlar. Odamlar ko'pincha faqat elektr, gaz, suv qarziga qaraydi. Lekin ko'p qavatli uylarda boshqaruv servis kompaniyasi, shirkat chiqindi, lift, issiqlik, umumiy mulkni saqlash xarajatlari ham bo'lishi mumkin. Ayrim qarzlar kichik ko'rinadi. Masalan, 300 ming so'm yoki 700 ming so'm. Lekin yillar davomida penga, nizolar va hujjat ishlari bilan bu masala bitimni kechiktiradi. Men ko'rgan real holatlarga o'xshash vaziyat, odam kvartirani $2,000 sotadi. Kelishuv tayyor. Oxirgi tekshiruvda istishdan 5 million so'm qarz, boshqaruv kompaniyasidan 2 million so'm, chiqindidan 600 ming so'm qarz borligi chiqadi. Xaridor pulni ushlab qolishni so'raydi. Sotuvchi men u yerda yashamagandim. Ijarachi to'lash kerak edi dedi. Lekin tashkilot uchun kvartira egasi kimligi muhim. Ijarachi bilan ichki kelishuvingiz bor bo'lsa ham, tashqi majburiyat ko'pincha mulkdorning zimmasiga kelib tushadi. 5-masala soliq va ijara. Agar kvartirani ijaraga bersangiz, buni rasmiylashtirish masalasiga beparvo bo'lmang. Og'zaki kelishuv ko'p odamga oson tuyuladi. Lekin ijarachi to'lov qilmasa, kommunal qarz qoldirsa, qo'shnilar bilan muammo qilsa yoki kvartiraga zarar yetkazsa, og'zaki kelishuv bilan o'zingizni himoya qilish qiyinlashadi. Rasmiy ijara shartnomasi nafaqat soliq uchun, balki mulkdorning xavfsizligi uchun ham kerak. Masalan, ijarachi 6 oy yashaydi. Har oy 3 million so'mdan to'laydi. Dastlab hammasi yaxshi. Keyin 2 oy pul bermaydi. Konditsionerni buzadi, davorlarni shikastlaydi va chiqib ketadi. Agar shartnoma, dalolatnoma, depozit va topshirish qabul qilish ro'yxati bo'lmasa, keyin u oldindan shunaqa edi degan bahs boshlanadi. Men tavsiya qiladigan oddiy yo'l, kirish paytida kvartiraning holatini rasmga oling, jihozlar ro'yxatini yozing. Hisoblagich ko'rsatkichlarni qayd qiling va shartnomaga kiriting. Birinchi navbatda eski hujjatli kvartira egalari ehtiyot bo'lishi kerak. Agar sizning hujjatlaringiz 1990-yillar yoki 2000-yillar boshida rasmiylashtirilgan bo'lsa, ularni qayta tekshirtiring. O'sha vaqtdagi texnik pasport, order xususiylashtirish hujjatlari oldi-sotdi shartnomasi. Meros hujjatlari bugungi elektron bazadagi ma'lumotlar bilan mos kelishi kerak. Ikkinchi guruh kvartirasida qayta qurish qilganlar. Hatto siz faqat eshik joyini ko'chirgan bo'lsangiz ham bu hujjatga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Albatta har bir mayda ta'mir ruxsat talab qiladi demayman. Oboy almashtirish, pol yotqizish, eshikni yangilash kabi ishlar boshqa masala. Lekin devor, balkon, sanuzel, oshxona, isitish, gaz, shamollatish va umumiy konstruksiyaga tegilgan bo'lsa, ehtiyot bo'ling. 3-guruh kvartirani meros qilib olganlar. Merosda ko'pincha bir nechta voris bo'ladi. Kimdir o'z ulushidan voz kechgan, kimdir xorijda, kimdir voyaga yetmagan, kimdir hujjatlarni oxirigacha rasmiylashtirmagan bo'lishi mumkin. Siz amalda kvartirada yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin hujjatda ulushlar aniq ajratilmagan bo'lsa, sotish yoki garovga qo'yish paytida muammo chiqadi. 4-guruh nikoh davrida olingan kvartira egalari. Kvartira faqat er yoki xotin nomida bo'lishi mumkin. Lekin agar u nikoh davrida umumiy mablag' hisobiga olingan bo'lsa, ikkinchi tarafning huquqi masalasi paydo bo'ladi. Ajrim bo'lgan bo'lsa ham mulk bo'yicha masala alohida hal qilinmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjat mening nomimda degan fikr har doim ham yetarli emas. 5-guruh kvartirasini uzoq vaqt bo'sh qoldirgan yoki ijaraga berganlar. U yerda kim yashayotgani, qarzlar, kommunal hisoblagichlar, qo'shnilar bilan holat, uy boshqaruv to'lovlari nazoratda bo'lishi kerak. Siz boshqa shaharda yoki chet elda bo'lsangiz, ishonchli vakil orqali kamida yiliga bir necha marta holatni tekshirtiring. Agar kvartirangiz yaqinda sotib olingan bo'lsa, oldi-sotdi notarial tartibda to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, kadastr hujjatlari elektron bazada to'g'ri ko'rinsa, qayta qurish qilinmagan bo'lsa, ro'yxatda faqat haqiqatda yashovchi oila a'zolari bo'lsa va kommunal qarzlar bo'lmasa, sizda xavf nisbatan kam. Lekin bu umuman tekshirmaslik mumkin degani emas.
Men bunday holatda ham yiliga kamida bir marta hujjatlarni ko'zdan kechirishni maslahat beraman. Kvartirangiz yangi qurilgan uyda bo'lsa ham ehtiyotkorlik kerak. Yangi uy degani hamma narsa avtomatik ideal degani emas. Quruvchi kompaniya hujjatlarni to'liq topshirganmi? Foydalanishga qabul qilish hujjatlari joyidami? Kadastr rasmiylashganmi? Umumiy mulk va yer uchastkasi masalalari aniqlashtirilganmi? Bularni bilish kerak. Ayniqsa yangi uyda hali kadastr chiqadi. Hali notariusga o'tamiz. Hozircha ichki shartnoma bilan turing degan gaplarga juda ehtiyot bo'ling. Eng katta tuzoqlardan biri ishonchnoma orqali bitim qilishdir. Ishonchnoma qonuniy vosita, lekin uni juda diqqat bilan tekshirish kerak. Ishonchnoma muddati tugamaganmi, bekor qilinmaganmi, aynan sotish huquqini beradimi, pul olish huquqi bormi, vakiling shaxsi kim, mulkdor haqiqatan rozimi? Bularning hammasi muhim. Men shuni aytaman. Agar katta pul haqida gap ketsa, mulkdorning o'zi bilan bevosita gaplashishdan erinmang. Ikkinchi tuzoq arzon narx. Bozor narxidan juda past kvartira ko'rsangiz, sababini aniqlang. Ba'zan odamga pul shoshilinch kerak bo'ladi. Bu normal holat. Lekin ba'zan arzonlik o'rtada sud nizosi, ro'yxatda chiqmayotgan shaxs qayta qurish muammosi, qarzlar, meros nizosi yoki hujjatdagi kamchilik bo'ladi. Masalan, shu hududda o'xshash kvartiralar 70 ming dollar bo'lsa, bir kvartira 25 ming dollarga berilayotgan bo'lsa, men albatta savol beraman. Nima uchun? Uchinchi nozik jihat voyaga yetmagan bolalar. Agar kvartirada bolalarning ulushi bo'lsa yoki ular ro'yxatda tursa, bitimlar alohida e'tibor talab qiladi. Bolaning huquqi buzilmasligi kerak. Ayrim holatlarda vasiylik va homiylik organlari bilan bog'liq masalalar chiqishi mumkin. Bu yerda bola kichkina, baribir ota-ona hal qiladi degan yondashuv noto'g'ri. Bolaning mulkiy huquqi qonun bilan himoyalanadi. 4-masala, qo'shni va umumiy mulk. Kvartira faqat ichki xonalar emas. Ko'p qavatli uyda tom, podval, lift, zinapoya, umumiy kommunikatsiyalar, tashqi devorlar umumiy manfaatga tegishli. Agar siz umumiy koridordan joy olib qo'ysangiz, podvalga o'z boshimchalik bilan kirib olsangiz, balkon kengaytirsangiz yoki tashqi devorga katta qurilma o'rnatsangiz, bu keyin nizoga sabab bo'lishi mumkin. Qo'shni shikoyat qilsa, masala tekshiruvga chiqadi. 5-nozik jihat, hujjatda cheklov yoki taqiq bor yo'qligi. Kvartira garovda bo'lishi, sud taqiqi qo'yilgan bo'lishi, ijro hujjati bo'yicha cheklov bo'lishi mumkin. Ba'zan mulkdorning o'zi ham bundan bexabar bo'ladi. Ayniqsa eski qarz yoki sud ishlaridan keyin. Shuning uchun har qanday jiddiy bitimdan oldin rasmiy ma'lumotnoma olish kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, kvartirangiz bo'yicha barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, xususiylashtirish hujjati, kadastr pasporti yoki ko'chirma, nikoh guvohnomasi. Ajrim bo'lsa, sud qarori yoki FHD yo'q hujjati, kommunal hisob raqamlari, ijara shartnomalari bo'lsa, ularni ham tayyorlang. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Buning uchun Davlat kadastrlari palatasi bo'limiga murojaat qilish, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali xizmatlardan foydalanish yoki hududingizdagi tegishli markaz orqali ma'lumot olish mumkin. Sizga kerak bo'ladigan asosiy narsa kvartiraning kadastr raqami, manzili, maydoni, mulkdor ma'lumoti, cheklovlar va huquq turi to'g'ri ko'rsatilganmi? 3-qadam, real holat bilan hujjatni solishtiring. Kadastr rejasida nechta xona ko'rsatilgan? Oshxona qayerda, sanuzel qayerda, balkon qanday, umumiy va yashash maydoni qancha, shularni ko'rib chiqing. Agar farq bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. O'zboshimchalik bilan qilingan o'zgarishni hech kim bilmaydi deb qoldirish yaxshi yechim emas. Bugun bilinmasa, sotish, meros, garov yoki shikoyat paytida baribir chiqishi mumkin. 4-qadam. Ro'yxatda kimlar turganini aniqlang. Mahalla, migratsiya va ro'yxatga olish tizimlari orqali amaldagi tartib bo'yicha ma'lumot oling. Agar kvartirada yashamaydigan, lekin ro'yxatda turgan odamlar bo'lsa, ular bilan hozirdan gaplashing. Ayniqsa sotish niyatingiz bo'lsa, bu masalani oxirgi kunga qoldirmang. 5-qadam. Kommunal qarzlarni nolga tushiring yoki hech bo'lmaganda aniq jadval qiling. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi, lift, boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat to'lovlarini tekshiring. Hisoblagich ko'rsatkichlarni rasmga oling. Agar qarz sizniki emas deb hisoblasangiz, baribir hujjat bilan isbotlash kerak bo'ladi. Men yashamaganman degan gapning o'zi ko'pincha yetarli bo'lmaydi. 6-qadam, agar kvartirani ijaraga bersangiz, shartnoma tuzing.
Shartnomada ijara muddati oylik to'lov, to'lov sanasi, depozit, kommunal to'lovlarni kim to'lashi, jihozlar holati, ta'mirlash javobgarligi muddatidan oldin chiqish tartibi yozilsin. Kirish paytida dalolatnoma qiling. Televizor, muzlatgich, kir yuvish mashinasi, konditsioner, mebel eshik, deraza, hisoblagich ko'rsatkichlari yozilsin. Bu oddiy ish, lekin nizoda juda katta yordam beradi. 7-qadam. Agar sotmoqchi bo'lsangiz, avval hujjatlarni tayyorlang, keyin xaridor izlang. Ko'p odam avval xaridor topadi, keyin hujjat izlaydi. Natijada xaridor kutadi, shubhalanadi, narxni tushiradi yoki ketib qoladi. To'g'ri yondashuv shunday. Kadastr ko'chirmasi tayyor, qarzdorlik yo'q, ro'yxat masalasi aniq. Turmush o'rtog'i roziligi kerak bo'lsa tayyor, meros yoki ulush bo'lsa hujjatlar tartibda. Shunda siz narxni ham ishonchli himoya qilasiz. 8-qadam. Hech qachon katta pulni oddiy tilxat bilan berib yubormang. Avans, zakalat oldindan to'lov masalasida notarial yoki kamida huquqiy jihatdan to'g'ri tuzilgan yozma kelishuv bo'lsin. Unda summa, muddat, kim aybdor bo'lsa, nima bo'lishi, kvartira manzili, tomonlarning ma'lumotlari aniq yozilsin. Og'zak kelishlik degan holat katta pulda xavfli. 9-qadam. Shu holatda mustaqil mutaxassisga boring. Notarius, advokat, kadastr mutaxassisi, bank bog'lovchisi, texnik ekspert kabi odamlar har xil savolga javob beradi. Bitta tanishning muammo yo'q degan gapi yetarli emas. Ayniqsa qo'limda $1000 va undan katta mulk haqida gap ketayotgan bo'lsa, 300-500 ming so'm maslahat puli sizni minglab dollar yo'qotishdan saqlashi mumkin. 10-qadam. Hujjatlarni nusxa raqamli shaklda saqlang. Telefoningizda emas, ishonchli joyda. Masalan, himoyalangan bulut xotirada yoki alohida fleshkada. Pasport, kadastr, shartnoma, to'lov kvitantsiyalari, ijara shartnomalari, davlatnomalar skanerlangan bo'lsin. Asl hujjatlarni esa namlik, yong'in va yo'q qolish xavfi bo'lmagan joyda saqlang. Oddiy tartib, intizom ko'p muammoni oldini oladi. Yana bir muhim maslahat, agar kvartira oilaviy mulk bo'lsa, hamma narsani ochiq gaplashing. Ota-ona, farzandlar, aka-uka, opa-singil o'rtasida keyin hal qilamiz degan mulk masalalari yillar o'tib og'ir nizoga aylanadi. Kimning ulushi bor, kim yashaydi, kim to'lov qiladi, kim ta'mirga pul bergan, sotilsa pul qanday bo'linadi? Bularni oldindan yozma ravishda aniqlashtirish juda foydali. Misol uchun, 3 farzand ota-onadan qolgan kvartirani meros qilib oladi. Biri o'sha yerda yashaydi, ikkitasi boshqa joyda. Yashayotgan farzand 5 yil davomida kommunal to'laydi, ta'mir qiladi. Keyin kvartira sotilayotganda men ko'proq olishim kerak deydi. Men ko'proq olishim kerak deydi. Qolganlar esa ulush teng deydi. Agar boshda kelishuv yozilmagan bo'lsa, mojaro kuchayadi. Shuning uchun men meros mulkda og'zaki va'dalarga suyanmaslikni maslahat beraman. Bugungi gapning mazmuni shuki, kvartira faqat yashash joyi emas, katta qiymatga ega huquqiy aktiv. Uni himoya qilish uchun hujjat, kadastr, ro'yxat, qarz, ijara, oila roziligi va texnik holat tartibda bo'lishi kerak. Muammo chiqqandan keyin yugurgandan ko'ra, hozir 1-2 kun vaqt ajratib hammasini tekshirib qo'yish ancha oson. Men sizga birinchi navbatda 3 ishni qilishni tavsiya qilaman. Kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Ro'yxatda kimlar turganini aniqlang. Kommunal va boshqa qarzlarni ko'rib chiqing. Agar qayta qurish qilingan bo'lsa yoki meros, ulush, nikoh, ijara bilan bog'liq savollar bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Sizning kvartirangizda shunaqa muammo bo'lganmi? Kadastr, ro'yxat, kommunal qarz yoki oldi-sotdi paytida qiyinchilikka duch kelgan bo'lsangiz, izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni kvartirasi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda ko'rilgan ma'lumot katta yo'qotishning oldini olishi mumkin.